Bu uyimizga $130,000 oshirib pul ketdi. Yevropani atmosferasini beryapti. Bitta onadan qaraysiz, 52 million turadi. Xolasangiz bu yoqqa, xolasangiz mana o'rtaga, yaxshisi ravo ko'rgan odam shunaqa pul sarflaydi. Erinmayman. Ko'rsanglar ko'ringlar, ko'rmasanglar ko'rmanglar zo'r. Yunusobodda joylashgan Energy Hayot nomli obyektimiz. Uyimiz 100 kvadratdan sal oshiqroq, dizaynimiz haqiqiy minimalizm o'rtoqlar. Sizlar ko'rgan minimalizm emas, bu haqiqiy yevropeyskiy stilda chizilgan va xuddi shunaqa realizatsiya qilganmiz o'rtoqlar. Obzorni uyimizni eng qimmat joydan boshlaymiz. Sanuzel ketdi mana. Hozir men sizlarga bittalab qatkin nimaga ketgan tushuntirib o'taman. Mana sanuzelimiz Vashi shikarniy, menga eng yoqqan joylardan bittasi. Bittalar sanab o'tamiz. Kafilimiz Italiya, toza Italiya, Dekamart do'kondan olganmiz, Alisher akamdan. Butun kafil Italiyadan. Buni kvadrati $120. Bu alohida tema. Mana bu alohida tema. Mayda kafil, 5 ga adashmasam 25 yoki 30 bo'lishi kerak razmeri. Buni kvadrati $150 dan $180 kvadrat metri. Sanuzelimiz polni Italiya, Germaniya bilan Ispaniya santexnikalari. Ko'rib turganingizdek dushoyimiz bor-ku, groy. Bu xrom rangi. Buni oddiy metalik rangi 25 million turadi. Xrom rangi 2 baravar 52 million turadi. Skidka va hokazo $3,000 ga bitta smist mashina o'zini dushoy komplektatsiyani olasiz. Mana mana shu dushoy перегородкamiz ham $450-500 ga qo'yib ketishgan. Kengita polniy groy installyatsiyamiz, knopkalarimiz xrom, alohida pul to'langan bunga. Gigiyenskiy mustaqabga обязательно har bitta detallarimiz hammasi Groy brendi yoki Italian brendi bitta. Sushilka italyanskiy. Buni yaqinroq olsangiz, bu degani Marinelli degan nomlangan brend. 20 milliondan oshiq chiqadi. Skidkasi bilan $1,500 yoki $1,400 ga olingan. $700-800 ga mana shu Groy smisilar olingan. Orqasidagi kafil alohida tema. Bu ham kamida $150-180 dan olganmiz 1 kvadrat metri. Bu oynani orqasi ham oyna zakaz etgan summamdan yoki 15% yoki 20% mana shu kichkina sanuzulga sarflangan o'rtoqlar. Yevropa mana o'zini dunyo qarashi bor, to'g'rimi? To'g'ri. Hamma o'ziga loyiq bo'lgan, o'ziga yaxshisi ravo ko'rgan odam shunaqa pul sarflaydi. Kimgadir, ko'p pul ishlatib qo'yibdi, bunaqa qilsa bo'ladi, bunaqa qilsa bo'ladi. O'rtoqlar, pul sizlarniki. Xohlasanglar ishlatinglar. Yo'q. Maksimum nima? Gipsokarton knaf profili bilan. Qolgan hamma narsa Yevropa bitdi. Voy, men mebelni qarang, men mebelni. Pasatman. Buni mebelchilar tushunadi. Va qaysidir mijozda Alpine brend eshitgan bo'lsa, Italiyaning eng premium shpollari, eksklyuziv shpollaridan hisoblanadi o'rtoqlar. Kirurishda ko'plar yoki mebelga oyna qilib qo'yadi, yoki o'zimdan kelib chiqib joy yo'qligida eshik qilib qo'yganman o'zimda, lekin buni qaranglar. Salkam 3 metrli oyna, o'ziga yarasha qora profili bor, alohida zakaz qilib
bo'yattirganman. Bu ham qanaqadir o'ziga yarasha chiroyli detal, qanaqadir ko'rkamlik beryapti. Chunki estetika bo'lish kerak bu uyda. Bu uyda hamma set rang, to'pli rang qilingan, no qora detallar bor. Qora detal qayerda? Ruchka, dachklarda va shunaqa ramkalarga biza kichkina bo'lsa ham mana shu detal qo'shib ketilgan. O'ziga yarasha qanaqadir vid beryapti bu narsa. Koridordan kirganimizda, ikki tarafga shkaf berganimizda, bu yerda hamma kiyimli. Lekin zo'r eshikni qo'yganmiz mana. Kir mashinani yoqqa joylashtirib olganmiz. Bu kir mashina 2 vanna o'rtada, ichida ham yuvadi ham, qup-quruq qilib beradi. Sushilkiga balkonga olib chiqib, ochib qo'ymaysiz hech narsani, qup-quruq qilib beradi o'rtada. Endi ichida hamma uyga kelib narsalar ochib o'tirmayman. Zo'r. Bu yerda hech qanaqa shum yo'q, ortiqcha shkaf yo'q. Hammasi primikayshi, hammasi devor ichiga tiqib qolganmiz. Bo'lib bitta uyda kirib ketamiz. Mana bu o'rtada studiya xonamiz. Eng qimmat xonasidan mana shu eng qimmat mashi bo'lsa kerak. Ochiq qilganmiz. Bu hech qanaqa перегородкamiz yo'q o'rtada. Nima deydi, ko'zi og'ritib, xonani kichraytirib, yoqib yon qilib, televizordan ko'ra adashmasam bir 85 talik taqa qolibdilar mijozimiz. Ozod ekanlar. Ko'rasizlarmi o'rtada? Uyda ortiqcha detal, ortiqcha aksessuar umuman yo'q. Hammasi kerakli bo'lgan detallar. Radiator qarang, cho'qlikni. Italiya bu. Adashmasam ERSP mi degan edi. Nomini aytayotgan to'g'ri-noto'g'ri bilmayman. Italiyadan olingan bu. Kamida 1000 so'mdan olingan, 1000 dollardan donasi olingan. Batareyamiz. Uyimizda to'pli pol umuman yo'q. Uy egalariga to'pli pol umuman yoqmaydi. Azamat dedilar, menga to'pli pol kerak emas. Kimdir, lekin uyim issiq bo'lsin dedilar. Dizaynerimiz, misol uchun adashmasam bitta bashaq chizib qo'yuvdilar. Biz ozgina hisob-kitobini qildik, teplopatera oynani polgacha bo'lgani kattaligini. 3 ta batarey общий bo'ldi. Undan tashqari oynaning tagiga bu чисто injenerskiy taraflama, shu bo'lmasligi uchun napolniy konvektor bu hammasi через датчик, ventilyatorli oynadan kelayotgan zaxni kesish uchun. Komil, lekin uyimiz lokatsiyasi ashi zo'r lokatsiya. Mana shu bitta ko'rib qo'ying, ko'rsatib qo'ying mijozlarimizga. Bitta oynadan qaraysiz, o'zbegi nima yoqadi? Yaxshi bir vidni to'g'rimi? Panoramli vid bilan oshdi, to'g'rimi? Mana osh turibdi 5 qozon. Qorning ochdimi? Chiqib ketasan bemalol. 5 qozon O'rta Osiyo osh markazi reklama pul berishmagan menga. Lekin reklamaga muhtoj emas 5 qozon. Ko'rsatib ketaveramiz. Pardalarimiz ham vijir-vijir emas. Ko'ryapsizlarmi? Bir dona parda jaluzi bilan quyosh to'sish uchun o'rtoqli. Yetgancha oynamizda ham plyonkamiz bor. Kuxnya kiramiz. Kuxnyani ham qarang. Juda kompaktni, juda ham simpatichni, juda ham chiroyli. Mana bu pazzakas. Hamma ham olmaydi bu ugnatovichga qimmat. O'rtoqli butun texnikamiz bo'sh. Fartukimiz italyanskiy tekamarta olingan kafilimiz o'rtoqli. Mashqchiginasini bittalab adashmasam 4 kun terdi. Bir dona kafilchimiz va hammasini italyanskiy zamaska bilan fukas bilan qilganmiz o'rtoqli. Bu yerda uje hammasi Italiya, ko'rib turganingizdek. Toshimiz kvarts, smesitilimiz, moykalarimiz, groydan olganmiz o'rtoqli. Ha, joyiga ko'rsatib ketdik. Uyimizda boylerimiz yo'q o'rtoqli. Qanaqa recheyni qilganman, boylerga joy bo'lmagani uchun kotel katta olganman-da. Bu kotelning ichida o'zining boyleri bor. Adashmasam 42 litrli boyler. Suv tanqisligi degan muammo umuman yo'q bu yerda. Suv umuman uzilmaydi. Bemalol kuchi yetadi kotelga. Bitta pazudan yuvasan, cho'malasizmi, rakini ishlatasizmi? Umuman muammo bo'lmadi va aytdilarki, uy egalari qishda hech qanaqasiga muammo bo'lmadi. Uyimiz issiq bo'ldi. Polimizni kafildan ko'rsatasiz. Bu ham italyanskiy brend. Men Ispaniyaga borganimda mana shunaqa mozaikali, dekorativniy kichkina kafillar ko'p terilar ekan aytdi o'rtoqli. Mani nazarimda mana shunaqa effektni, mana shunaqa atmosferani berib turibdi. Mana shu uyga o'zi kirgan
Xullas hammasi bor. Lampalarimiz Zaraxomdan olingan, Nomodga yetib qo'yaman. Bu ham o'ziga yarasha европейский atmosferani berib turibdi mana shu ikkita lampani o'zi ham. Xo'p, keyingi xonamiz o'rtoqli. Bu xonaning obzorini men datchikdan boshlamoqchiman o'rtoqli. Uyimizda luchevой sistema qilganmiz. Luchevой sistema через kollektor uy отопленияsi ishlaydi. Nega ikkita datchik? Birinchisi konvektorga o'rtoqli. Buni через telefon Wi-Fi dan olasizlar bo'ladi o'rtoqli. Buni olib kelish shart emas, telefonning o'zidan ajratib olsa bo'ladi. Biz bunga yordam beramiz o'rtoqli. Ikkinchisi batareynik. Bu mana batareya turibdi. Chunki bu yerda to'pli polimiz yo'q. Kerak emas aytganimda aytdilar, to'pli pol ozgina diskomfort. Ko'rib turganingizdek shu napolniy konvektor. Ko'rib turganingizdek mana atmosfera turibdi, brat. Mazada. Ha, to'g'rimi? O'ziga yarasha, anu, настроение beradi demoqchiman-da, ha? Yorug' svetlar yo'q. O'ziga yarasha направляющий svetlarimiz bor, galogenlarimiz bor. O'rtoqlar, bu xonaga kirib haqiqatan dam olasiz. Ortiqcha shum, ortiqcha sizni ko'z ortadigan detallar yo'q bu yerda. O'rtoqlar, rang-barang, balo-battar. Mana shkop, kravat, tumba. Kvartiramiz общий hamma yog'i skrytый plintus bo'lgan. Mana o'rtoqlar, realizatsiya qanaqa bo'ladi? Ishimizga baho berasiz. Skrytый plintus bu degani devor как будто havoda turibdi. Mana shunaqa imitatsiyani beradi. Patologimiz esa как будто havoda osilib turganda effekti beradi. Parashit deydi buni. Profillarni ko'rib turibsizlar, devordan qochib turibdi. Как будто patolog havo turibdi, devor qotirilmagandek. O'ziga yarasha qanaqadir effekt, qanaqadir emotsiya beradi. Kimgadir bermaydi. Spalniyadan chiqamiz, chapti xonaga kiramiz. Ikkita xonani birlashtirganmiz. Deski bilan mijozimizning oilalar xonalari yonma-yon. Misol uchun bu zonani shu mana shu panel bilan ko'rib turganingizdek kaskadli mexanizm перегородка bilan yopganmiz. Kerak paytda mana ko'rsatib qo'yish sizlarga. Bu mexanizm nimasi zo'r? Mana ko'rib turganingizdek birlashadi. Bemalol xolasangiz bu yoqqa, xolasangiz mana o'rtaga xolagancha foydalansangiz bo'ladi. Mana shu qo'yib qo'ysangiz bo'ladi o'rtoqlar. Tepagida hech qanaqa relsi yo'q. Chang yig'maydi, kir yig'maydi, oyog'ini urmaysiz, qirmaysiz. Zo'r. Ham mexanizm tepada. Minimalizm degani mana shunaqa ortiqcha detalimiz yo'q. Kirvatlarimizni ko'ringlar. Ozgina bitta shpon ishlatganmiz. Bitta xuddi shu narsa ishlatganmiz o'rtoqlar mana. Bolalar uchun foydalanish uchun dars qiladi, boshqa qiladi. Joy menimcha yetarli. Bu xonamizni plyus tomonga aytib qo'yaman. Ichkari bo'lgani uchun men samoxodni bichga qilib qo'yganman. Uni ko'rasizlar, bichgani. Shu bitta havo dimlanib qolmasligi uchun o'rtoqlar. Foyda beryapti. Bu yerda men turman, mana oyna yopiq, dimlanayotgan umuman havo bu yerda turib qolmagan. Yaxshi. Foydali-da. Ko'rsatadigan yana bir odamlarga voqea bo'lgan narsasi yo'q bu yerda, lekin ko'rgan narsalar bu yerda ishlatilgan detal, ortiqcha detal yo'qligi va xuddi shu chizilgan dizaynni yuqori darajada realizatsiya qilib berganimiz o'rtoqlar. Xo'sh o'rtoqlar, obzori ko'rdinglar. Bu uyimizdagi shu 120 ming dollardan 130 ming dollargacha pul sarflaganmiz. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar o'rtoqlar. Kimgadir xuddi shunaqa, даже bundan ham zo'r realizatsiya qilayotgan bo'lsa, kimga aloqaga chiqishni bilasizlar? Bizga telefon qiling. Bosh og'ruvsiz, muammosiz bizga ish topshiring va xuddi shunaqa remont patkluj deganda yuqori sifatda qabul qiling.